Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Google Docs darsini davom ettiramiz. Bugungi qilgan ishimiz rasm bilan ishlash. Asosan ko'p kerak bo'lgan rasm qo'yish, rasmni kesish yoki rasmga ishlov berish hisoblanadi. Sizlar bilan Tolibjon Erkinov. Qani boshladik. Bu birinchi navbatda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa Insert qismi. Xo'p, insert bo'limida o'zi nimalar bor? Table, draw, chart, chizish va hokazolar. Endi hozir ko'ramiz image. Bu yerda biz kompyuterimizdan yuklashimiz mumkin yoki diskdan yuklashimiz mumkin bo'ladi yoki internetdan manzilni berishimiz mumkin. Xo'p, ketma-ket ko'rsatib o'taman. Xo'p, kompyuterdan yuklasak. Bizda rasm bormikin? Yuklagan bo'lsam kerak rasm. Xo'p, bu yerdan to'g'rilab olamiz rasm. Bu shart emas. Xo'p, mana shu yerda shu qiz rasmi ham bor ekan. Xo'p, men shu qiz rasmini ola qolaman. Bosaman, openni bosdim va rasm qo'yildi. Rasmni ustiga ushlaganimizda mana chetlari ko'rinib turibdi. Rasmni kichkinlashtirishda albatta burchakdan kichkinlashtirishimiz kerak, chunki proporsiya o'zgarmaydi va rasmimiz sifatini yo'qotmaydi. Rasmni kichkinlashtirdim. Endi men qandaydir matn olib kelib olishim kerak. Mayli Worddan matn hosil qilib olib kelaman. Osonroq. Lorem use. Qaos yo'qman, enter. Bu bizga ozgina matn kerak bo'lyapti. Shu yerdan mana matnni qo'yib oldim. Endi matnni qaysi qismida joylashish kerak yoki rasmni qaysi qismida matn joylashish kerak? Va pastki tomonda mana shu tabni eriyroq qiling. Bu yerda to'g'ri turibdi. Endi rasmni qaysi tomonga surishimiz kerak? Mana pastki tomonda turibdi. Pastki tomonda aytayapti, rasmni hamma tomonida bo'lsin mana. Rasmni surishimiz mumkin bo'ladi shu tugmani bosganimizdan keyin. Matn hamma tomonida turibdi va ikki chetida bo'lsin desa, tepa va past tomonida bo'lsin desa shu. Yoki ustiga yozilgan bo'lsin desa, mana ustiga yozilgan. Yoki rasmni tagida tursin desa, mana matn rasmni tagida joylashib turibdi. Yuqori qismida rasmni burish turibdi mana. Avval shu chetiga o'tkazib olsak yaxshi bo'lardi. Xo'sh, mana rasmni burishimiz mumkin. Xohlagan ko'rinishimizda shift tugmasini bosib turib bursanglar, aniq graduslarda buriladi. 15-35 qilib. Xo'p, keyingisi endi rasmni keraksiz joyini 42 marta bosganimiz o'zida avtomatik crop qismiga o'tadi. Bu 40 qora chiziqlarni surib qo'ysanglar, mana 40 bo'ladi. Mana bitta bosib beramiz ekranga, bo'ldi. Xo'sh, endi rasmni asl holiga qaytarish, mana bu kerak emas. Qaytarish bizga joy tursin. Image option qismi. Xo'p, endi mana o'ng tomonda ochildi. Bu yerda rasmni o'lchamlari, size, rotation, burilishi, text wrapping, qaysi qismida joylashishi, text positioni, x, y o'qlari qaysi qismida joylashishi. Xo'p, keyingisi color, ranglari. Rasmni ranglari qanaqa ko'rinishda bo'lsin? Men ko'k bo'lsin desak, ko'k mana. Har xil ranglar tanlashimiz mumkin. Kerak bo'lmasa, no color tanlab qo'yamiz. Xo'p, keyingisi bu opacity-si rasmni qaysi darajada tiniq ekanligini ko'rsatib turadi. Ba'zi holatda kerak bo'ladi ko'proq. Yorqinligi rasmni, bright. O'zi rasm sifatli. O'zgartirish shart emas. Ba'zi rasmlarda kerak bo'ladi kontrastlarni to'g'rilash yoki boshqa, o'shanda to'g'rilasa bo'ladi. Resetda bosib qaytarib qo'yaman, o'zi rasm o'zi sifatliroq. Xo'p, alt text tasvirlab qo'yish, description, rasmni nima deb tasvirlab qo'yish. Yozganimiz shu rasmni ma'lumot chiqadi. Xo'p, shart emas bu yozishimiz. Qidirish yoki shart emas. Shu yerdan to'g'rilash mumkin asosan narsalarni. Xo'p, yana ko'ramiz rasmni nimalari bor. Place image. Xo'p. Uni tugmani bosib ko'ramiz. Crop chiqyapti, replace image, reset image, image option, alt text. O'sha bir xil narsa. Bizga kerak bo'lgan narsalar hammasi shu yerdan topilsa bo'lar ekan.
Xo'sh, endi bu rasmni o'chirib tashlab turaman. Insert qismiga kiraman, image va endi internetdan izlash bor ekan bizda. Xo'p, Google avtomat ulanmayapti ko'rayotgan bo'lsanglar, yozamiz. Flowers deb yozdim, gullar sifatli gullar chiqyapti. OK tugmasini bosdim va insert tugmasini bosaman. Mana o'sha rasmlar sifatli ikkitasi bo'ladi. Xo'sh, endi keyingisi buni kichkinlashtirib turaman va rasm kichiklansa ham bo'ladi. Xo'p, insert qismiga kiraman. Rasmni qo'yib yuborgandan keyin insert qismiga o'tar ekanman. Image. Xo'p, endi Drive, Google Drive'dan shart emas hozir. Foto, kamera desam bo'lardi, lekin hozir kameramiz zaynat. Xo'p, urul manzil qayerdan olamiz? Xo'p, Yandexga kirib qolaman. Yandex sifatli rasm beradi. Xo'p, mana delfin. Xohlagan bitta rasm ushlaymiz. Mana sifatli 10 tugmani bosamiz. Copy image address deganni tanlaymiz. Bosdim va kelaman. Insert image, urul manzil va bu yerga вставить Ctrl V tugmasini bosaman. Mana avtomat ovatda insert image qismini bossam bo'ldi. Mana internetdan o'sha silkani o'zini qo'ydik, yuklab zayn qilmadik kompyuter xotirasini. Shu yerda avtomat qo'yildi. Rasm ishlov berishni ko'rdik, joylashtirishni ko'rdik. Menimcha savollar bo'lmasa kerak. Agar savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha, hali qiziqlari oldinda. Sizlar bilan Tolibjon Erkinov. Ko'rishguncha.